Minecraft lekin biz kubik quramiz. Biz kubikni Minecraft olamida noodatiy tarzda qurib ko'ramiz. Demak, videoga like bosing. Biz har xil kunlarga bo'lib oldik va har moslamalarda o'ziga yarasha qurib ko'rdik. Biz ungacha like bosib obuna bo'ling. Va bizning birinchi kubimizning turish holati uncha bas redstone mashinasilar kerak bo'ladi va bizga almashtirgan chichoriga o'xshamadi bu. Biz keyingisi mana shunaqa kubik qurib ko'ryapmiz. Qani bironta kubimiz o'xshanib sizlar like bosinglar. O'tkazish paytlari ko'ryapsizlar, tinmay o'tkazib boradi va rangni almashtirish uchun bular kerak hisoblanadi. Shunda biz hammasi shunday qo'yamizmi? Tushunib olmadingmi? Nima deyapti? O'xshamadi bu ham. Filmga o'xshamadi. Mana kubida ahvol juda rasvo. Lekin videoni mana taraflariga ko'rsang, rangi va filmda o'zgargan-ku. Lekin kubikda har tomonlari o'zgarishi kerak. Biz bu chet taraflarni olib tashlashimiz zarur hisoblanadi. Ba'zi bu chet taraflar va o'rta qismi hisoblanadi. Shunga masalan, shuni ham bo'lmasa menga farqi yo'q. Bizning kubimiz hozirchalik bunday qoldi. Buni tumanaq qilishimiz kerak. Bunaqa tumanaq. Lazim mana shunaqa chiroyli kubik qilishimiz kerak. Lekin bu kubik kichkinalik va o'xshamaydi. Ichidagi narsalar qurib chiqib, ishtonda narsalar qo'yib chiqamiz. Endi o'xshanib ekan. Sal kubikka o'xshadi, lekin buni harakatlantira olmaymiz. Ya'ni harakat qilmaymiz. Biz ikkinchi rejaga o'tamiz. Demak, buni kattalashtirishimiz kerak. Ya'ni buni bitta urgandan keyin yana bitta blok qo'yib qilganimizda ular afsuski surilmaydi. Bular ham xuddi shunday bo'ladi. Va shimeta qilib ham qo'ymaydi. To'g'ri shunday. Biz uni ichida ko'p narsa qurib tashlaganmiz, lekin kubimiz juda rasvo va xunukroq chiqdi. Lekin bizga kallam sal qotib qoldi. Nima qilsam bo'lar ekan? Kitoblarda o'qib chiqdim va shunday ma'lumotlar olib, men do'stimning oldiga bordim. Va ular haqida Niyozdan yaxshisi kattaroqdan so'qirgan unday bloklar yaxshigina ishlaydi, lekin bu kubiga sal kattaroq bo'lganda xaritada ham ko'rinib qoladi, eskisi chiqadi. Demak, do'stimizning gapiga ko'ra biz sal kattaroq kubik qurishimiz kerak. Ungacha xaritani olamiz va mana ko'ryapsizlarki, xarita bo'yicha harakatlanamiz. Va bu yoqda narsalarni olib turgani qizil reston olib yuz shaklini qilamiz. Xaritada ham paydo bo'ladi xuddi shunday narsa. Va kubigimizni ham katta qilib quramiz. Mana ko'ryapsizlar, ham bu yoq oppoq. Endi ham bu yoqda kubik shaklida qurib chiqamiz. Mana oq. Juda ham ajoyib va shunday tarafda to'rala tarafga har xil rang qilib, shunday kartaga qo'yib qo'yamiz. Juda chiroyli chiqdi kubimiz. Endi buni ishlatishimiz, ya'ni burishimiz, qilishimiz zarur, lekin hozirchalik bo'ladigan kub hisoblanadi. Biz bunga hali ko'p narsa kerak, shuncha narsani qurib tashladik. Bunga oila vaqt ketdi, iltimos like bosib qo'yinglar. Buni har xil rangni o'zgartirib qo'ydik. Ya'ni rangini bir xil o'zgartirib boradi. Zo'rmi? Zo'r. Endi mana bu kubikimizda rangi ham shunday almashib qoladi. Buni qilish uchun kallam portlab ketdi o'zi ham bor. Mana ko'ryapsizlar, rang bir xil, lekin har xil bo'lishi kerak. Men bunaqa degan joyda qayoqlab qarab ko'rdim va uni almashuvini o'rganib chiqdim. Kompyuterda boshim qotdi, lekin men kubikni qurish uchun hali ham yetarli emas. Sizlar esa obuna bo'lishni unutmanglar. Bizdan naq 120 ancha kubikni qurishga vaqt sarfladik. Raso o'yladim va g'oyat bo'ldi. Men kubikni noodatiy tarzda qurib chiqmoqchiman. Ko'ryapsizlarki, ba'zi narsalar har xil chiroqlar va yonib yurishini hisobotga olish kerak. Ular yurganda bir chiroqli narsalar yonishi zarur bo'ladi mana. Lekin ko'ryapsizlar, ba'zi narsalar aylanib borib chiroqqa uriladi va yonishi kerak va bir sitlar teramiz va so'ngra biz kubimizga noodatiy narsalar qurib, uni ko'proq do'stim bilan qurib boramiz. Ko'ryapsizlar, bu qurish ham ancha qiyin kechyapti, lekin sizlar hali ham like bo'lmasizlarning. Biz obunachilar sizlarga zerikali bo'lmaslik uchun tezlashtirib